Hozir men sizlarni azoblayman. Buni qaranglar. Tarvuz chiqibdi, hozir ko'rib qolib yegim keldi. Har doim nimagadir mana shu yerga bitta turib qo'yamiz-ku. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yoshligimizda har doim mana shu bunda olganimizdan keyin mana shu joyini bormi? Ne qilardik? Deb bo'lardik-da. Bundoq qilib, qilib yerdik. Вообще mazali bo'lardi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa chiqadi, nima deb o'ylaysizlar? Wow. Tarvuzimizdan tarvuz o'pdik, qani. Mana shu joylardan yeyish kerak, mazza qilib. Qani, bismillah. Juda ham mazali va juda ham shirin ekan. Men bunchalik deb o'ylamagandim, lekin. Buni qaranglar, buni. Mana shu joylar, ayniqsa bunaqa oldin bozorda ishlaganimizda men bunaqa qilardik-da. Bundoq qilib, bundoq kesib, bitta qilib issiqqina leposhkani olib, bitta yerdik. Obed shuni o'zida o'tib ketardi. Yashasin dehqonimiz.